Demak, yurtdoshlar, gördingizda, bundan hali aksiya bo'lmagan bu do'konda. Birinchi marta buni muddati bormi? Muddati bor. Shu videomiz chiqqandan keyin 3 kungacha amal qiladi. 3 kunga yavan. Hamma narsani o'zining narxidan berib turamiz hisoblanadi. 3 kun kam emasmi? Endi xudo xolasa kelaversinlar, narsamiz ham yetishina bog'liqda. Iloji boricha maksimal darajada kommentariy yozinglar, muddatini cho'zsin deb, masalan, qo'ldan kelincha qilamiz. Endi ovozlari bog'liq xalqning o'zini. Ha, bo'ldi, yurtdoshlar, mana shu video chiqqandan, videoni ko'rgandan srochniy nomerlarini qoldiramiz, adreslarni hamma narsasini tushuntiramiz video davomida. Shoshilasizlar, muddat 3 kun. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlarga yana bir yaxshi bir yangilikni xabarini yetkazish uchun Zulfiya maishiy texnikalar do'konidan keldik. Bu yerda yaxshi bir yangilik bo'layotir, xudo xolasa. Do'konning ichiga kiramizdan nechta yangilik ekanligini birgalikda ko'ramiz, o'rganamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Harman, charchamadingizlar? Rahmat, Xudoga shukr. Bilamiz, hozir Bitoy texnika do'konlar xilli yangiliklarni qilib kelyapti, aksiyalarni qilib kelyapti. Bugun ham bu yerda yangilik bo'ladi deb ma'lum yurtdoshlarim videoning davomida aytib o'tdim yurtdoshlarimizga. Nechta yangilik bo'layotir Zulfiya maishiy texnikalar do'konida? Zulfiya maishiy texnika do'konidan shu birinchi marta hali o'zining narxini 3 oy hech qanday ustamalasi to'lashni yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa kelib, bemalol ko'rib, narxlarini solishtirib, boshqa do'konlar bilan xaridlataveradilar. Endi shu o'rinda aniqlashtirib ketaylik, o'zining narxi deganini tushunmasligi mumkin. Chunki bo'lib to'lash desa odamlar, yurtdoshlarimiz o'ylaydi, masalan, ana shu telefon 3 million so'm bo'ladigan bo'lsa, bo'lib to'lash 4 millionga tushadi menga deb o'ylashi mumkin hozir. Shu o'rinda aniqlik kiritib ketaylik. Shu 3 million bo'lsa, o'zining narxi degani nima narsa u? O'zining narxi masalan 3 million so'm bo'lsa, shuni 3 oyga oldindan pul to'lamaydi. Keyingi oydan 1 million so'm beradi. 3 bo'lib beradi. Har oy bilan 1 million so'm. Demak, ana shu telefonni o'zini tan narxi. O'zini tan. 3 million so'm telefon bo'ladigan bo'lsa, hammada shu 3 million so'm, например. Balki sizlarda afzalroqda. Shuni ustidan 1 so'm qo'ymasdan 3 oyga, grubiy 4 oyga, chunki bugun men kelib agar siz bilan 4 oyga ketadi. Xaritatadan bo'lsam, keyingi oydan to'lov qilib boshlayman. Demak, 3 million so'mlik narsalardan bo'lsam, bu necha so'mdan tushadi 3 oyga shunda? 1 million so'mdan tushadi. 1 million so'mdan tushadi. 3 million so'm bo'ladi. Demak, yurtdoshlar, ko'rdingizda, bundan hali aksiya bo'lmagan bu do'konda. Birinchi marta buni muddati bormi? Muddati bor. Shu videomiz chiqqandan keyin 3 kungacha amal qiladi. 3 kunga yavan. Hamma narsani o'zining narxidan berib turamiz hisoblanadi. 3 kun kam emasmi? Endi xudo xolasa kelaversinlar, narsamiz ham yetishina bog'liqda. Iloji boricha maksimal darajada kommentariy yozinglar, muddatini cho'zsin deb, masalan, qo'ldan kelincha qilamiz. Endi ovozlari bog'liq xalqning o'zini. Ha, bo'ldi, yurtdoshlar, mana shu video chiqqandan, videoni ko'rgandan srochniy nomerlarini qoldiramiz, adreslarni hamma narsasini tushuntiramiz video davomida. Shoshilasizlar, muddat 3 kun. Xudo xolasa. 3 kun davomida bu narsa, bu aksiya amal qiladi. Tez kelib o'zining narxida siz Bitoy texnikalarni, maishiy texnikalarni xarid qilsangizlar bo'ladi. Demak, hozir danishtirasiz, nov narsa bor, nechik bahoda, bo'lib to'lava 3 oy muddatda necha so'mdan tushadi? Novdan boshlaymiz. Xolodilniklardan boshlaymiz. Boshlaymiz asan. Masalan, Artel xolodilniklarimiz bor. 7,5 million so'm o'zining narxi. Har oyina 1 oyligida 2,5 million so'mdan tushadi. 3 oy bo'lib beradi. O'zining narxi. Ina shu 7,5 million so'm ustiga 1 so'm qo'shilmaydi. Yo'q. Shu narsani 3 oyga bo'lib qo'yib, grubiy 4 oyda aytaveradi. Chunki bugun olsa, keyingi oydan boshlaydi. Masalan, ya bo'lmasam yanında 1,5 million so'm bo'ladigan bo'lsa, 7,5 qoling o'zinlar. 1,5 million so'm bersa, oldindan o'zi uchun, masalan, keyingi 2,5 to'lamaydi-da, 3 oyina 2 million so'mdan to'lab uzib beradi-da. To'lov kamroq bo'lsin, yana yanimda hozir falan so'm pul bor desa. Bak, lutf bilan keyingi oylarda ma kamroq tushsin deb berib ketadigan, undan ham kamayib ketaveradi. Bu yurtdoshlarimiz o'zini ehtiyojini bog'liq. Xolasa 0 oldindan 0 1 so'm to'lamay ham olib biladi. Olib biladilar. Agar to'laydigan bo'lsa, u ham xohishi. Keyin-da kichkina xo'jaliklar uchun 3 million so'mdan budjetniy variant deymiz. Budjetniy variantdan 1,40lik. Bu xolodilnikimizdan ishlari zo'r, plasmasdan ham zo'r ishlangan. Saroyatni tiqqanmaydi. 1,40 balandligi bo'ladi. Bular 3 million so'mdan. Как yangi videoda aytib turganingizdek, 1 million so'mdan o'zi beraveradilar. Endi birdan 3 million yangi xo'jalik bo'lishi mumkin. Endi har kimning ro'zg'ori har xil. 1 million so'mdan 3 oyga hech narsa bo'lmay qoladi, bo'lmay qoladi. Zato xolodilniklik bo'ladi. Endi faqat 3 oyma bo'ladi emas, 6 oy ham 12 oy ham bor. Prosta bu narx o'zgaradi-da. 6 oy 12 oy. Endi ustama bo'ladi-da. Foiz qo'shiladi. Hozir bu aksiyamiz faqat 3 oy. Faqat o'zining narxidan 3 oy. Keyin kattaroq xolodilniklar ham aytinglar deydilar. 8 million 700, 8 million 400 ming so'mdan ham xolodilniklarimiz bor. Eni 80 bo'ladi.
Beston firmaniki воздушный охлаждениеda ishlaydi bular. 2 milyon 800 ming so'mdan 3 oyga to'g'ri keladi. Oylik to'lamaydilar. Bularniki 2 milyon 800 dan tushadi. Metalik mizgan. 80 santlik katta xo'jaliklar bo'ladigansa, ko'p odamli xo'jaliklar bo'ladigan bo'lsa, bular ham ko'rishlari mumkin. Zo'r. Mana litrni qarang. 410 litr xolodilnik qismi bo'ladi. 117 litr morozilik qismi. Ha, общий 520 litr, 527 litr bo'ladi bularda. Buni 10 yil garantiyasi ham bor ekan. 10 yil motor garantiya, 3 yil servisning garantiyasi bor. Keyin shuni sal kattaroq varianti bu 490 litr, 145 litr bo'ladi. Почти 635 litr bo'ladi. Buniki bahasi 9 million so'm, 3 million so'mdan bo'lib beraveradi. Aynan 3 million so'mdan yetaveradi. Goodwill 2 metrlik bo'yi balandligi ichlari kassalarini ko'rsa bo'ladi. O'zlari metal cooling Leko texnologiyada ishlangan. Bularning narxi 8 million 400 ming so'm ekan. Bular ham shu 2 million 800 dan to'g'ri keladi. Goodwill bilan o'zi bilganlar biladi-ku. Ha. Aynan. O'zini bahosini ustuna qo'shilmaydi. Shu narsani bo'lib 3 oyga to'laydilar. Endi hozir baribir hamma narsani birma-bir ko'rsatib o'tgandan 1000 marta aytgandan bir marta ko'rgan yaxshi dedi-ku. Kelib ko'rasizlar, xudo xolasa, solishtirib ham ko'ringlar bemalol. Narxlarimiz o'sha arzon narxda bo'ladi. Hech qanday ustamasiz. Keyin ham bir yerni aytib o'tamiz. Masalan, bugun olsalar, keyingi oy to'lab o'tishi kerak bo'ladigansa, oyna boshida to'lolmay qolib, masalan 15-ida to'lashi mumkin, 20-sida. Shu vaqtimda masalan 2 million 800 dan tushadigan bo'lsa, osh xolodilnik sizdan 2 million 900 ga 3 million so'm olinmaydi. Shu o'zining narxi bo'ladi. Hech qanday muddat uchun foizlar qo'shilmaydi hech qanday. Faqat shu to'lovni to'laydi bo'ldi. Hech qanday ustama haq olinmaydi-da. Umuman to'lamay qo'ysa ishlatasizlar. Umuman to'lamay qo'ysa, endi o'zlarimizdan bog'liq. Ha, endi yaxshi qiziq shu narsa. Masalan, oldidan to'lamadi, nechik bo'ladi? Endi shuning uchun biz pasport so'raymiz. Pasport so'rashning sababi shuning uchun. Pasport bilan keladigan bo'lsa, rozichilik beradi-da u. Agarda bizdan ko'p muddat cho'zib berib, to'lamay qochib yuradigan bo'lsalar, biza tegishli organlarga murojaat qilib bilamiz. Demak, bu tarafi shartnoma asosida bo'ladi. Shartnoma asosida bo'ladi. Bu taraflar shartnomada ko'rsatiladi. Demak, uxlashib bilmaydilar. Yo'q. Tushunarli. Yana nolani, gaz plitalarini ko'ramizmi? Lekin yog'dayni hammasini tushunib bilamiz. Ava, yog'dayni tushuntirib, masalan, kasalchilik bo'lishi mumkin, boshqa holat bo'lsa, unda 1-2 kun kutib, ustuna foiz minmasdan oylik to'lovini. Bu taraflar ham albatta xalqimiz uchun yengillik bo'libdi. Ha. Yani gaz filtrelerimiz bular eng full variantda esa 4 ko'zlisi, turbo gorelkali, gaz kontroli, spichkasi, duxovkasida lampochka, ventilyator, grili, baqillari. Sizam bo'ladi. To'g'ri yashag'iding-ku buni ish. Ha. Buning narxi 5 million 100 ming so'm. 3 oyga ko'ramiz, 5 million 100 ming so'mmi? Bo'lamiz 3 oyga 1 million 100 ming so'mdan 3 oy to'lab olsalar bo'ladi. Bular endi eng zo'rlari. Full variantda bular, Sayl arzonroq bo'lsa ham bo'ladi, yaxshiroq bo'lsa, arzonroq bo'lsin desalar, uninlar ham bor. 3 million 100 dan bor, 2 million 600 dan bor. Oylik to'lovlari bularniki endi bularniki 1 million 200 dan tushadi. Ha. Buniki bo'yinan 817 ming so'mdan tushadi. U dum budjetli variant. Dum budjetli variant. O'zi gaz plitalarning eng budjetlisini necha so'm turadi? 2 million 250 ming so'mdan. Eng budjetli varianti bu. Ha, 2 million 250 ming so'mdan. Uni 3 ga bo'lamiz. 2 million 250 ming so'm. Bo'lamiz 3 ga. 750 ming so'mdan to'lab har oyni oylik to'lovi demak, aziz yurtdoshlar, eng budjetli varianti Zulfiya maishiy texnika do'konimizda 2 million 250 ming so'm turadi gaz plitani. Buni 3 oyga bo'lib oladigan bo'lsangizlar, oylik to'lovi 750 ming so'm. 750 ming so'mdan tushib turibdi. Endi buni nechik funksiyalari bor? Ham eng to'xta narsa emas, bu ham eng budjetli deganimizni ko'pchilik shunday tushunmasin. Bular 4 ko'zli gazli, duxovkasi biokeramika bo'ladi, tepasi to'qli, pasti gazli bo'ladi. Ishlashi, yonishlari hammasi zo'r bo'ladi. 3 yil garantiyasi bor gazning. 3 yil garantiyasi. Qaysi firmaniki edi bu? Vesta firmaniki bo'ladi. Vesta firmaniki. 2250 ming so'm. Nasi garantiyasi, servislari bo'ladi. Servisi bor. Bizda shu glavniy bizani shu 25 yildan beri savdo sohasida yurganimiz sababi garantiyali vaz sotamiz. Bez garantiyali vaz sotib, hech qanday parod etgan yerimiz yo'q. Klientlarning ishonchi muhim dejaksizdan. Xo'p, bularni. Bularimiz bu narsalarimizni hali bu aksiyani qilmadik. Chunki katta narsa. Bular o'zi narxi arzon bilan 850 ming so'mdan bular bestallarda. Chunki bu narsalarni olish ansat.
bularni olish qiyinroqdan sal zo'rroq. Shuning uchun yurtdoshlarimiz o'zlari ham yaxshi tushunib turibdi. Chunki lok kimdir 3 million, 4 million to'lab olish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Lekin bu narsani olib biladilar. Ha, bu narsani olib biladi. Shuning uchun kerakli narsalar bu narsani ham hozir berib turibmiz biz yurtdoshlarimiz. Masalan, naqd pulni tashlab buni olib, buni bo'lib beray olaveradilar, bemalol. Shuning uchun katta o'zlari imkoniyatlar aytib berdik biz. Lekin aziz yurtdoshlar, 3 kunda turibmiz, ulgurib qolish kerak bo'ladi, shoshilish kerak bo'ladi. Yana nima narsalarning bahosini ko'ramiz. 43 dyumdagi televizorning narxini 50 lik beramiz. 50 likning bahosini 55 lik beramiz. 43 liklarimiz dapadagi xillari. Shu dapadagilar 43 lik shular, to'g'rimi? Bular 50 lik. 43 likning bahosida 50 lik beraman. 50 lik Royson Web sistemada ishlaydigan televizorimizni 3 million 900 ming so'm obunachilarimizga qilib beramiz faqat 3 kun. 3 kun. Yana shu bo'lib to'lava. Yana bo'lib to'lava. Ham narxdan marzallataman. O'zi 4,5 4200 sotiladi. 3900 ga tushirib yana 3 oy bo'lib beramiz-da. Keyin bu yerda Lide'nin 55 lik televizorimiz bor. Ya'ni 4 million 600 ming so'm, 5,5-5,200 sotilgan. 55 lik Web sistemada ishlaydigan televizorimiz. Ya'ni pultlari mishkala bo'ladi, bemalol голосовой управлениялari bor. Ya'ni mishkasi. Tak, buni 4 million 600 dan 1 million 533 ming so'mdan xarid etsalar bo'ladi. Hech narsa bo'lmay qoladi ekan, ha? Tamam, 3 oy. Bo'lib, masalan, eldan to'lovsiz olib ketaveradilar. Faqat shu modellarimiz narxini ham tushirib beraman. O'zini ham bo'lib beramiz-da. Demak, 43 likni bahosini 50 lik berib tursiz. 50 lik bahosini 55 lik berib. 55 lik berib turibmiz. Yana buni sizlar 3 oy muddatda 1,5 million so'mdan zato nechalik televizor olib turibdi? 55 lik. 40 bo'ladi buni kattaligidan. Men ham birini urib berishim kerak ekan. Shu aksiyadan foydalanib. Bir dona pasportingiz bo'lsa bo'ldi. Bir pasport bilan keladi. Oylik ish haqqi. Yo'q, bu narsalar so'ralmaydi. Kafil hech narsa so'ralmaydi. 18 yoshdan o'tgan bo'lsalar bo'ldi. Keyin yosh chegarasi уже aramda farq yo'q. Murbeka ro'zg'ori eng kerakli bir narsa bor. Hozir shusiz ro'zg'or o'xshamaydi. Kir mashin, to'g'rimi? Shularning bir baholarini ko'rib beradi. Rasulchiga necha so'm? O'zini baholari inanga Abishni necha kilolik shular? 7 kilolik Xiaomi brendniki. 1 million 600 ming so'm narxi 3 ga bo'lib beraveradilar. Masalan, oylik to'lovini aytib o'tadigan bo'lsak, 533 ming so'mdan to'g'ri keladi. 7 kilolik. 7 kiloliklari 530 ming so'mdan. 1 million 900 ga 9 kilolik Rosso firmaniki bor. Bularimiz 633 dan tushadi. Demak, o'zining bahosi 1 million 900 ming so'm, oylik to'lovi 633 ming so'mdan tushib turibdi. 3 oy yanada. 3 oy. 3 ga bo'lib bersalar. Keyin 8 kiloliklar 1 million 800 dan. Bularimizning narxi 3 oyga 600 ming so'mdan tushadi. 600 ming so'mdan tushib turibdi. Keyin 10 kilolik bor. 10 kilolik narxi dimzo'r. 2 million 100 ming so'm, 10 kilolik 700 ming so'mdan tushadi. Uxti. 10 kilolik xarid etsalar bo'ladi. Bu endi katta narsalarni ham diqib yuvsa bo'laveradi-da. Boshqa narsalarni ham bemalol yuvsalar bo'ladi. Buniki shundan necha so'mdan tushadi? 700 ming so'mdan tushadi. 700 ming so'mdan. 3 oy 700 ming so'mdan to'laysiz, 10 kilolik yana pul to'lamaydilar. Kir mashin uyingizda bor. Keyin bu yerda avtomatlarni ham ko'rib o'tamiz. RTL Binance, RTL 6 kilolik full varianti 4 million 100 ming so'm bo'ladi. Buni ham bo'lib olsalar bo'ladi. 5 million so'mga Samsung bor 6 kilolik. 5 million 200 ming so'm. Libo yer bilan narxni solishtirib kelaversizlar. Hozir RTLlar ham ancha yaxshi bo'lib qoldi. Avvallar endi o'zimizniki bo'lmaydi degan gap so'zlar bo'lardi. Lekin hozir bu bilan bemalol raqobatlashib biladigan darajaga yetdi RTLlar. Rolls brendniki 3 million 700 ming so'mdan. Bular 8 kilolik. 8 kilolik Zifillar bor 3 million 600 ming so'mdan. Bular uning sensorli full varianti bu. Boshqacharoq modeli, ya'ni arzonchi modellardan emas, aytsak-da. 3 million 600 ming so'm, 3 oyga 1 million 200 ming so'mdan bo'lib olsalar bo'ladi. Yana bu narsani sizlar yurtdoshlar solishtirib ko'rishlaringiz mumkin. Shu baho boshqa do'konlardan bu yerda arzonroq bo'lishi mumkin, lekin qimmat emas. Bo'lib barabar turibdi, qimmat qo'yib turgan bo'lishi mumkin degan fikr o'tadi baribir. Bahoni istemgan bandamiz. Bemalol solishtirib ko'rib kelsangizlar bo'ladi. Shu baho o'zining bahosi 3 oyga bo'lib berilib turibdi. Ziftlarni 8 kilo, polni sensorli varianti. Hammasi sensor. Tablolar. 3 million 900 ming so'm, 1 million 300 dan xarid etsalar bo'ladi. Ha, to'xtang. Men sizga kirmashillar ham shunday narsa qo'yib beraman. Bundan 10 kilolik Immer brendiniki, shuni ko'rsatib bering. Diqqat etinglar yurtdoshlar, demak, kirmashillar ham aksiyaga ketyapti. Ziftlar 10 kilolik, tabloli 10 kilo, 10 yil motorna garantiyasi va 3 yil servisini. İçini barabalları katta. 4 million 400 ming so'm narxiga. 5 million so'mdan sotib o'tirdilar uni naqd bahosini. Men 400 naqd bahosi 3 oyga bo'lib beraman. Yana 3 oyga bo'lib olsa bo'ladi. Keyin shuni 10 kilolik Immer'niki qop-qora bo'ladi yana.
Bular ham 2 kat aynalı. Bular 4,5dan. 1,5 million so'mdan bölüp beraveradilar. Hech vajdan tushmaydi ekan. Hech narsadan tushmaydi, ham 10 kilolik bularga. Bularning narxi вообще shikolat narx bo'lib turibdi-da. Nurbek aka, buyoqimiz sovuq, endi salqin. Qishda konditsioner kerak. Konditsionerlarimiz ham bor. Qizdirib sovutadigan telli variantlar, ya'ni 4,5 million so'm, 3 oy 1,5 million so'mdan beradilar. 7 teshniki, 10 yil motoruna garantiya, 3 yil besplatный servis. Yo'q, mana qora sveti bo'lsin desa 5 million so'm. Buni ham bo'lib beradilar. LG'larimiz bu 12lik 6200 dan. Artellarimiz bu 12lik Baraka modellik Baraka Gold'dan 6 million 800 ming so'mdan. Artellar 5 million 400, Everest, Iceberg degan modellari 500, 5400. Shivakilarimiz bu 12lik telli. Ular emas qizdiradi aytib turganlarimda. 4,5 million so'm bo'ladi, 1,5 million so'mdan bo'lib beradilar. Premierniki bular ham yana 125 PS2gacha ishlab bo'ladi. Inverter motor deymilarmi? Inverter motor. -20 plus 50 gacha ishlaydi bular. 4 million 800 dan, 1 million 600 dan tushadi buni oylik to'lovlarida. Qish o'tincha to'lab bo'ladi. Qishni turadilar. Pul yo'q-ku hozir deb qisib qodirmanlar. 800 olib, masalan, konditsioner qo'yib bo'lmaydi-ku. Deb ro'zg'orda, masalan, birdan uncha pula konditsioner olish imkoniyati bo'lmay qolsa, kelasiz, shartda olasiz, ketasiz, qish o'tincha ham konditsionerli bo'lib qoldingiz, ham to'lab qo'ydingiz. Foydalanish kerak. Bularimiz 7 million so'm, qaysingiz bular? Ruluslarimiz bu 12lik 4,5 dan, Premier 18lik 6 million 100 dan, Artellarimiz Everest'dan, Iceberg modellarimiz 6600 dan 18lik 8 million 900 avvalon 18liklarimiz bor. Kattalar. Shivakilar bu 18lik 8 million so'm, 6200lik boyning 18lik bom 18lik. Zallara, katta donallarga ketadi endi bular. 24liklarimiz boyning TCL 7700 dan, 8100 dan, 8 million 100 dan ruluslar, AK qarasi bir xil bor narxda. 24lik keyin Artelimiz ham bor. Iceberg degan model 8100 bo'ladi. Bular ham xuddi shunday. Shu tartibda hammasini to'lab beriladi. Shuning uchun sal puli qimmatroq narsalarga qo'ydikdan bu narsani. Qiynalmay to'lashlari uchun imkoniyat sotib olish hamma imkoniyat bo'lmaydigan narsa. Shuning uchun milki vajlarimizda kichkina arzon vajlarda yo'q. Magazinliklarimiz ham shunday. Bular ham xuddi shu tartib amal etadi. Demak, aziz yurtdoshlar, bundan imkoniyatdan foydalanib qolish kerak bo'ladi. Adres neda desa adresini tushuntirib berasiz. Bo'ldi. Adresimiz Cho'nabon yonida bo'ladi. Dehqon bozor 5 blokning to'g'risida. Chap tarafimiz Xalq banki, Hamkorbank bo'ladi. Shuni o'tib kelishlaringizda o'ng qo'llaringizda korpus tenda bo'ladi. Firuzka ayollar magazinidan keyin Zulfiya maishiy texnika do'konida katta yozib qo'yibdilar. Shu video chiqqandan keyin 3 kun amal etadi demak. Xudo xolasa. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Nomerlar bilan bog'lanib, sizga nov maishiy texnika kerak, pullari nechik, oylik to'lovi nechik bo'ladi, batafsil ma'lumotlarni olsangizlar bo'ladi. Iloji boricha 1000 marta eshitib ko'rgandan bir marta kelib xarid etganingiz yaxshiroq. Aziz yurtdoshlar, shoshilamiz, ulgurib qolamiz. Aksiyamiz 3 kun davom etadi. Shu video qonun doirasida kanalida chiqqan kundan boshlab. Asal Nurbek aka, charchamanglar.